So'nggi yillarda O'zbekistonning turli global va mintaqaviy tashabbuslarda faol ishtiroki, ko'plab nufuzli xalqaro tadbirlarga mezbonlik qilishi mamlakatimizning jahon miqyosida nufuzi va ta'sirini yanada mustahkamlamoqda. Prezident tomonidan barcha jabhalar qatori fuqarolik aviatsiyasi hamda aeroportlar infratuzilmasini jadal rivojlantirish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Yangi aeroportlarni barpo etish, zamonaviy havo kemalari xarid qilish, bosqichma-bosqich xalqaro parvoz yo'nalishlari sonini oshirish ko'zda tutilgan. Ularning barchasi yurtboshimiz tashabbusi bilan yangi O'zbekistonni sharq va g'arbni, shimol va janubni bog'lovchi aviatsiya hubi Yevroosiyoning yirik transport, iqtisodiy va turistik markaziga aylantirishga xizmat qiladi. Shu bois yangilanayotgan fuqaro aviatsiyasi obyektlarining xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'linmalarni zamon bilan hamnafas takomillashtirish ham muhim vazifalardan biri sanaladi. Afsuski bunga javobgar harbiy qismning avvalgi holati bugungi kun talabiga umuman javob bermagan. Mavjud bino va inshootlar yillar davomida ta'mirtalab bo'lib qolgan, boshqaruv tizimi ma'nan eskirgan. Dunyo va mintaqamizda bo'layotgan harbiy siyosiy vaziyat va turli tahdidlar biz harbiy xizmatchilardan doimo sergak bo'lishga va o'z ustimizda professional tarzda ishlashga undaydi. Qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondonining e'tiborlari bilan harbiy qismimiz to'liq ta'mirlandi. Ta'kidlash joizki, bu yerdagi sharoitlar rivojlanayotgan davlatlarning armiyasidagi sharoitlardan aslo kam emas. Ko'rsatilayotgan bunday e'tibordan ruhlanib, bizga berilgan ishonchni oqlashga, samo uzra parvoz qilayotgan samolyotlarning O'zbekiston hududiga xavfsiz kelib ketishida bor kuch g'ayratimizni safarbar qilamiz. Qisqa vaqt ichida mazkur harbiy shaharcha infratuzilmasi to'liq yangilanib, shaxsiy tarkibning jangovar xizmat olib borishi uchun munosib sharoitlar yaratildi. Xususan, harbiy qismda jangovar tayyorgarlik bo'yicha harbiy xizmatchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash uchun 10 ga yaqin yangi o'quv obyektlari barpo etildi. Jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik o'quv xonalarida bir vaqtning o'zida 700 dan ortiq harbiy xizmatchilar bilan mashg'ulotlar olib borish imkoniyati yaratildi. Bu esa avvalgidan 3 baravar ko'p deganidir. Ta'kidlash joizki, mazkur harbiy qismda ham bo'linmalarning jangovar xizmat faoliyatini boshqarish va nazorat qilish to'liq raqamlashtirilib, sohaga zamonaviy aloqa va axborot tizimlari joriy etildi. Natijada bo'linmalar o'rtasida axborot almashish vaqti sezilarli darajada kamayib, ish samaradorligi bir necha bor ortdi. Shaxsiy tarkibni jangovar shayligini takomillashtirish maqsadida harbiy qismimizda maxsus hamda taktik o'quv nuqtalari joriy etildi. Bo'linmalarni boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalari joriy etildi. Tizim to'liq raqamlashtirildi. Toshkent xalqaro aeroportlarini xavfsizligini ta'minlash alohida batalyoni zot komandiri sifatida bizga ishonib topshirilgan o'ta muhim obyektlarni qo'riqlash va mudofaa qilish va har qanday tajovuzdan himoya qilishga va'da beramiz. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiliklarida barcha jabhalarda amalga oshirilayotgan samarali islohotlar, yangi obyektlarni foydalanishga topshirishga bag'ishlangan tadbirda so'z olganlar tomonidan bu yerda shaxsiy tarkibning jangovar tayyorgarligini oshirish, moddiy texnik ta'minotini takomillashtirish, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilgani ta'kidlandi. Tadbir davomida bir guruh ilg'or harbiy xizmatchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ta'kidlash joizki, mazkur harbiy qismning jangovar texnikalar parki ham to'liq yangilanib, aeroport infratuzilmasi obyektlarini qo'riqlashda foydalanish uchun zamonaviy maxsus transport vositalari ham tantanali topshirildi. Hurmatli prezident topshiriqlari, mashina inshootlar hammasi ta'mirlandi. Zamonaviy texnika, zamonaviy oshxonalar bu yerda. Kirib hamma yoqni ko'rdik, men hayratda qolib hozir shunda to'lqinib turibman. Mani uchun yangi tug'ilgandek bo'lib, hozir aqlga sig'magan ishlar shu yerda bo'lgan. O'ylamagan edim shunaqa darajagacha olib borishni. Bu sharoitda men yana kelardim xizmat qilishga agar yoshim shu unaqa darajada bo'lmaganida. Xulosa o'rnida aytganda, davlat xavfsizlik xizmatining mazkur harbiy qism mamlakatimiz darvozasi hisoblangan xalqaro aeroportlar xavfsizligi va daxlsizligini saqlashda tom ma'noda qalqon bo'lib xizmat qiladi.